Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanali obunachilari. Yana navbatdagi Toshkent shahriga o'rnatgan ishimizni sizlarga obzorini qilishni boshladik do'stlar. Remontlarga keladigan bo'lsak, orqalarini mebellar o'rnagandan keyin shilim men etmay yangi qilib remont qilib olaman dedi do'stlar. Xo'p, ishlarimiz razmeriga kelsak, uzunasiga 180, yerdan balandligi esa 270 ga bo'lgan, orqasiga esa boshqa narsa o'ylab, dekorativ narsa o'ylaganmiz. Bu yoniga esa bunaqangi profil oynalardan foydalanib, ichida esa diodlar bilan qo'yib berganmiz. Past qismiga kelsak, past qismlar esa polni tortma, davchi ham yo'q, zo'r, o'zi yopadigan yaxshi sistem bo'lgan do'stlar. Undan tashqari esa bu betiga keladigan bo'lsak, bu qismiga esa gaz, tepalariga esa dimoxod, o'rtalariga esa polni profil aynadan, taylariga esa duxovkalarni joylab berganmiz do'stlar. Bu yo'llarga esa smart mo'kalarni qo'yib berganmiz. Smart mo'kalarni germetiklar qo'yganning hisobiga esa qatirib ichariga suv qo'yib qo'ydik. Undan tashqari esa bu yoniga esa shoshilkasini joylab berganmiz. Davchi o'zi yopadigandan, profilda ham zo'ridan bo'ladi do'stlar. Undan tashqari esa bu yoniga esa xolodilniklarni joylab berganmiz. Ikkita katta xolodilniki borligini hisobiga bunaqangi tepasiga antrso qilib, ichlaridan esa keng foydalanadigan qilganmiz. Bu yoniga keladigan bo'lsak, bu yoniga esa avtomat kir mashina, kir mashinadan tashqari esa bellarga esa profil oynalarini joylab berganmiz do'stlar. Xudo xohlasa videoda shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, boshqa mebellarni fonni bitta uyni patkulich holatda xudo xohlasa olganmiz. Patkulich xudo xohlasa topshirdik. Sizlarga shu video shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, to'liq obzorini qilib beramiz do'stlar. Bu joyga keladigan bo'lsak, bu joyga esa mehmonxonasiga esa televizorni qilganmiz. Televizor taylariga esa orqalari ham esa dekorativni. Bu yoniga esa orqasida turbasi borligini hisobiga turbasi ko'rinmasligi uchun yopib ketganmiz polka qilib. Bu yo'llar ham esa polni foydalanadigan bo'lgan do'stlar. Xudo xohlasa video yoqayotgan bo'lsa, bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Bu yoniga keladigan bo'lsak do'stlar, bu xonamizga esa yotoqxonasiga bunaqangi televizornasini rangini o'zgartirib, qizil qilib, undan tashqari esa bu yerlarga keladigan bo'lsak, bu yoniga esa shkafini joylab berganmiz do'stlar. Shkaflar ham esa rossiyskiy, egir, germanskiy laminatdan ishlatganmiz do'stlar. Yo'llari esa punni ayni, tortmalari ham esa sekret ichida yaxshisidan bo'lgan do'stlar. Davchi o'zi yopadigan zo'ridan qilganmiz do'stlar. Xudo xohlasa kimga shunaqa mebellar kelaradigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xohlasa kimga qanaqa mebel kerak bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xohlasa hammasini joylariga o'lchab, yasab, o'rnatib bera olamiz do'stlar. Bu yonlariga keladigan bo'lsak, bu esa detskiy xonasi bo'ladi do'stlar. Hali videoda uzib olyapman. Domdaligi hisobiga remontlari hali to'liq bitmaganligi uchun hali chalkash narsalarni sizlarga ko'rsatib kelmadi do'stlar. Xudo xohlasa, bu yonlarga esa partani esa ikki oyga, bosh tomoniga esa bu yoqqa esa yakkada bittadan spandni qo'yadigan bo'ldi. Detskiy xonasi bu. Tepalariga esa kitoblar qo'yib foydalansa bo'la oladigan bo'ladi. Xudo xohlasa, video yoqqan bo'lsa, bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Pastda nomerlar qolamiz. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xohlasa, hammaga aytgan joylarga aytganda qilib yasab o'rnatib ham bera olamiz.